Assalomu alaykum hammaga. Akkumulyatorlarimizdan hammasidan bor. Oddiysidan boshlab oddiy akkumulyatorlarimiz ham bor, UFB'si ham bor, AGM'i ham bor. Bular AGM deyiladi. Endi uni xotirjam do'konga kelsanglar farqini tushuntirib beramiz. Germanskisi bor, Hindistonniki bor, Koreya, Qozog'iston bor, Vinko, Kayner degan akkumulyatorlarimiz bor. Undan tashqari Zest bor, Qozog'istondan akkumulyatori bu ham. O'zimizni har doimgidek Jizzax akkumulyatorlarimiz bor. Jizzax ham yangilik chiqardi shu korpusda. UFB modelini chiqardi. Endi bular ham yaxshi, xudo xolisa trekker bilan 10x'larga. Undan tashqari Jizzax mana BYD'larga ham chiqardi hozirchalik, chiqyapti. Xudo xolisa shu 2026-yildan boshladi. Kimga kerak bo'lsa, shu Jizzax akkumulyatorlari ham katta razmerigacha bor, 240 razmerigacha bor. Kelarasizlar, xohlasa soat 8 dan kechki 8 gacha do'konimiz ochiq.